Xo'p, bu tepapaslar. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-yanvar haftani yakshanba kuni 2026-yil Bobashbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, nech pul deyapsiz aka bularni? 85 ming pachka. Pachkaga 85 ming so'm ekan. Va ikkalasi bir xilmi? Yo bu boshqami? Ikkalasi bir xil ekan. Donaga nech puldan? 90 ming. Donaga 90 ming so'mdan ekan. Bunisi-chi? 85 ming. Bu 85 ming so'm ekan. Hop. Yaxshi, telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 910 67 40 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Bu tomonda ham bunaqa kurtkalari bor bu akamda. Kurtkalar nech pul deyapsiz aka? 200 ming so'm. Kurtkalar mana 200 ming so'mdan ekan. 60 62 64. 60 62 64 ekan. Katta govdasi bor odamlarga ekan razmerlar. Donagami bu yo pachkagami? Pachkaga 200. Donaga nech pul? Donagami? Ha. Donaga 220. Donaga 220 ming so'm ekan mana shu mahsulotlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlari aytildi. Kim bu akamning mahsulotlari bor. Yana bitta mana tomonda 150 ming so'mdan bunaqa kurtkalari ham bor. Ulgurjisiga aloqaga chiqib yuborilaveradi, emasdan.